Assalomu alaykum. Qadam loyihasida yana birgamiz. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, nega aynan atigi 5% insonlar moliyaviy erkinlikka erishadi? Qolgan 95% esa oylikdan oylikkacha yashaydi. Buning sababini hozir sizga real misollar orqali tushuntirib beramiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Odamlarning eng katta xatosi bu kelajagi uchun jamg'arma kiritmaslik va faqat bugungi kunni o'ylash. Ma'lumotlarga ko'ra, odamlarning 60% da umuman jamg'arma yo'q. O'zbekiston sharoitida bu raqam yanada yuqori bo'lishi mumkin. Masalan, o'zingizni tasavvur qiling. Siz har oy 5 million so'm maosh olasiz. Undan 1,5 millionni kommunal to'lovlarga sarflaysiz. Yana 1,5 millionni oziq-ovqat va mayda xarajatlarga. Oxirida qolgan 2 millionni-chi? Uni ham tezda mayda-chuyda narsalarga sarflaysiz. Va favqulodda xarajat paytida nima qilasiz? Albatta, qarz olasiz. Xuddi shunday. Oylikni oldingiz, sarfladingiz, yana nol. Bu mashaqqatli aylana davom etaveradi. Axir siz faqat ishlash va qarz to'lash uchun yashayapsizmi? Har oy maoshingizdan kamida 10% ni jamg'arma uchun ajrating. Hatto 3 million so'mdan 300 ming so'mini jamg'arsangiz ham bu kichik qadam kelajakda katta natija beradi. Rejasiz maqsadlar. Hammaning orzusi bor. Yangi mashina, yaxshi uy, katta daromad. Lekin ko'pchilikning orzulari rejasiz bo'lgani uchun hech qachon amalga oshmaydi. Siz ham shunday xato qilyapsizmi? Masalan, siz 120 million so'mlik mashina sotib olishni xohlaysiz. Lekin xarajatingizni to'g'ri rejalashtirmaysiz. Har oy ortiqcha kiyim sotib olasiz. Dam olish uchun ko'p pul sarflaysiz. Shu bilan maqsadingizga qanday yetmoqchisiz? Maslahatim, maqsadni rejalashtiring. Masalan, 120 million so'mlik mashina uchun 24 oyda jamg'arishingiz kerak bo'lsa, har oy 5 million so'm yig'ing. Buning uchun keraksiz xarajatlarni kamaytiring. Ortiqcha narsalardan voz keching. Noto'g'ri ustuvorliklar. Avvalo, moliyaviy xavfsizlik yostig'ini yarating. Bu sizga jamg'arma bo'ladi. Keyin esa kerakli narsalarni xarid qiling. Bu menga haqiqatdan ham kerakmi deb o'zingizdan so'rang. Har safar pul sarflashdan oldin. Xato, daromadni oshirishga harakat qilmaslik. Ko'pchilik odamlar bir xil daromad bilan yetarli deb o'ylashadi. Lekin haqiqat shundaki, dunyo o'zgaryapti, narxlar oshyapti. Siz esa daromadingizni oshirish haqida o'ylamaysiz. Masalan, siz haydovchisiz. Kunlik daromadingiz ma'lum. Lekin bu yetarli bo'lmay qolsa-chi? Siz boshqa qo'shimcha ishlar haqida o'ylashingiz kerak. Qo'shimcha buyurtmalar, xizmatlar, kichik biznes ochish, qo'shimcha daromad manbalarini izlang. O'zbekistonda bu ishni boshlash uchun ko'plab imkoniyatlar bor. Masalan, kichik xizmat ko'rsatish bizneslari yoki internet orqali ishlash. 5-xato, yangi bilimlarni o'rganishdan qo'rqish. Bugungi kunda o'z ustida ishlamagan odam raqobatga dosh bera olmaydi. Texnologiyalar, yangi ko'nikmalar, bularsiz rivojlanish qiyin. Ammo ko'pchilik buni tushunmaydi yoki qo'rqadi. Bir inson eski usulda ishlashga o'rganib qolgan. Yangi dasturlarni o'rganishni istamaydi. Bu esa uni qo'rqoqlikka olib keladi. Axir hamma narsa o'zgaryapti. Har kuni 30 daqiqa vaqt ajratib, yangi narsalarni o'rganing. YouTube'dan bepul kurslar ko'rib, maqollar o'qib, o'zingizni rivojlantiring. Bu sizni oldinga olib chiqadi. Do'stlar, moliyaviy erkinlik bu omad emas. Oddiy qoidalarga rioya qiling. Bugun biz 95% odamlarning qiladigan xatolar haqida gaplashdik. Endi qaror qabul qilish o'zingizga bog'liq. O'zgarishni hozirdan boshlaysizmi? Agar shunday bo'lsa, izohlarda hozirdan boshlayman deb yozib qoldiring. Esingizda bo'lsin. Kelajak sizning qo'lingizda.